olsak bo'ladi. 40 ni 2 ni 3-sini 45-si va 8. 8 ga necha ko'paytirsak 45. 5 ni 45-si 36. 36 ni nima deb olsak bo'ladi? 6 ning kvadrat deb olamiz. 6 ni hozircha 4-darajasi bo'ladi va 625 va buni 5 ni 4-si, 5 ning 100-si 25 ga ko'paytirganda 5 ning 100-si bo'ladi va ko'paytirsak 2 dan 216, 2 dan 3 ta 3 dan 3 ta degani. Endi ochib chiqamiz. 2 ni 3-si ko'paytirib 45 bilan 3 ko'paytiramiz. 2 ni 135-darajasi va 5 ni bu bilan buni ko'paytirsak 5 ni 145-darajasi. Va buni 2 kara 3 qilamiz va darajasi 2 tomonga o'tadi. Bu yerda ham 2 ni 3-si, 3 ni 3-si ana 216 sonni maydalangan holatda bu. Barobar bularni ko'paytirsak bu sonlarni 7 ga 3 10 короче 2 ni 145-darajasi va 5 ni 145-darajasi. Va bu yerda 3lar bor. 3-3-si. Bu ko'paytirsak 3 ni 7-si. Endi bularni ko'paytirsak 10 va darajasi короче buni ichiga kirib oldik-da, buni ko'paytirdik va darajasini bittalik oldik. Va 3 ni 7-si. Bunda уже 145-darajasi degani 145 ta noli bor degani. Demak bu 146 xonali mana shu son. 146 xonali bo'lsa mana 4 xonali son chiqadi. 2000 necha ham, 2100 necha ham chiqadi, aytmasam. Короче 4 xonali son chiqsa, demak 100 ni короче 145 ga 4 qo'yamiz. Chunki bu 4 xonali son chiqadi, 4 xonali. Baribir ko'paytirilyapti, 1 ga ta'sir qiladi-da, u nollarga ta'sir qilmaydi. Shunda 145 ga 4 qo'shsak 149 xonali son hosil bo'ladi. Menga obuna bo'linglar. Undan keyin yaxshiroq milliy sertifikat savollarini ishlab ko'rsatib tahlil qilib beraman.